يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik birodarlarimiz, bu qatimki dersimizninki ikkinchi qismiga yana hoş kelibsizlar. Bizniki bu qatimki dersimiz kichik bola haj qilsa qanday bo'ladi? Ya'ni oldingi dersimizda haj qilish farz bo'lgan kishilar jazman mukallaf, ya'ni balog'atga yetgan bo'lish kerak dedik. Ana o'g'andagi bu kichik bola deganimiz, ya'ni balog'atga yetmagan vaqtdagi qiz o'g'illarni ko'rsatadi. Mana bular haj qilib qolsa, asli haj qilish farz emas. Ammo ota-onasi kichik turib opirib demdi. Bu chanimizda bular haj qilsa qanday bo'ladi? Mana buningki ustida to'xtalamiz. Aslida bu balog'at yetmagan bu kichik o'g'il qizlarningki gadiniga, ya'ni haj qilish aslida vojib emas. Ammo ota-onasi bu ikkisini kimdi? Ustidan haj qilgan bo'lsa, bu haj durust. Yani haj deb hisoblanadi. Lekin farz haj olmaydi endi. Yani farz haj o adamniki, o ikki qiz bola o'g'il qizniki gadinidan bu farz haj saqit olmaydi. Yani balog'atga yetgandan keyin farz va u saqit olmaydi. U mana balog'at yetgandan keyin andan keyin gadinidagi hajni o chaqda ado qiladi. U buni da buni deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Men Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam şuna degen. Her kanda bir kichik bola, yani kız yoki o'g'il bo'lsin, haj qilsa, anidan balog'atga yetgan bo'lsa, yani balog'at yetishning oldida haj qilibdi. Unidagi balog'at yetibdi. Balog'at yetgan bo'lsa, fa alayhi ay yahujja hajjatan ukhra. Mana bu mana balog'at yetgandan keyin yin bir qator haj qilish bu farz deb Peygamber aleyhissalatu vesselam muştaqço degan. Anda o'g'andikin yana payg'ambar oxirida hamdi har qanday bir qulluq davrida qul bo'lgan vaqt o'zida haj qilgan bo'lsa, u qul bo'lgandikin haj qilgandikin u haj u odamni gadi saqit olmaydi. Ammo ozod bo'lgandikin u odam ozod bo'lgandikin u odamniki gadiniga mana hajjatul islomdan iborat bo'lgan bu farz hajni qilish kerak deb payg'ambar alayhissalatu vassalam shunaqcho degan. Yani bir qulluq davrida haj qilgan bo'lsa, men ozod bo'lgandan keyin yin bir qator haj qilish kerak degan buni Imom Tabroniy o'zidagi kitobida rivoyat qilgan. Mana bir hadisida Saib ibn Yazid degan bir sahoba shuna deydi. Meniki otam bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga haj qildik. Yani hajjatul vidoda men 7 yoshda edim deydi. Unda o'g'andik bu hadisga asosan kichik bolaniki haj qilishi durust. Bu haj qilishi bu nima u? Durust. Ana o'g'andikin buni asosan haj qilish durust, ammo bu kichik bola men qiz o'g'il balog'atga yetgandan keyin yin bir qator meni haj qilish bu chaniki o'zida bu bolaniki ustiga, ya'ni balog'at yetgandan keyin farz bo'ladi. Mana Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis bor. Men shuni deydi. Bir ayol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki kışgan bir balını ekeldi deydi. Bir balını götürüp ekilip, mene o ayol dedi ki, ya Resulullah bu balı için haj farz mı? Depti Peygamber sallallahu haj kısı bulandı bu bala, yani farz emez. Yani haj kısı bulandı bu küçük bala, küçükteki balı iken. Haj kısı bulandı. Diye vaktizde Peygamber sallallahu haj kısı buludu. Lekin ecir sizge oludu. Bununki savabı mene sizge oludu deb meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho deganti deydi. Mana bu yin bir hadisida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki Ibn Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis. Jabir radhiyallohu ta'ala shuna deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qildik. Biz bilan birga ayollar kichik bola mushundaqchi botdi. Biz endi kichik bolaga vakolatan biz labbayk dedik. Yani labbayk kichik bola o'qimagandan keyin biz onun o'rniga biz qilamiz dedik. Yine kichik bolaniki haj qilgan vaqtimizda bu shayton tashadigan ishni biz atdik deydi.
Biz çok peygamber Peygamber sen bunu bir narsa şu demigen deydemdi. Ana oğlan diken meni yukarı hadisga asasen kichik o'g'il qizlarniki o'zi balog'atga yetishligi oldida haj qilish farz emas. Agar mana haj qilib qolsa u durust. Ammo bu haj qilgan bilan bu balog'at yetgandan keyin yana qaytadan haj qilish kerak. Ana buniki savobi kim uchun? Ota-onasi uchun bo'ladi. Mana bu chiqqan bo'ladi. Ana o'g'andan keyin bu hadisga asosan kichik bolaniki haj qilganligi, haj qilishligi durust bo'ladiganligi, ammo hajjatul islom deymiz, ya'ni farz hajniki mana o baladan mana odob bo'lmaydiganligi, balog'at yetgandan keyin onadagi haj qilishligi farz ekanligi, ammo savobi ota-onasiga bo'ladiganliginiki ustida to'xtaldik. Mana mushu shaklda bo'ladi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil